Kunlardan bir kuni bir odam olamdan o'tib qopti. Uni ko'mgani olib ketishayotgan ekan, bitta inson yo'lni to'sib, bu mayitni ko'mishinglarga yo'l qo'ymayman. Uni mendan 45 dinor qarzi bor. Shu qarzni uzmaguninglarcha tuproqqa bermaysizlar debdi. O'lgan insonni 3 ta o'g'li bor ekan. Bu gaplarni eshitib, bir-biriga qarab lom-mim demabdi. Keyin bu gaplar u odamni ichkarida o'tirgan bitta qizini qulog'iga yetib boribdi. Qizi darrov o'zidagi bor taqinchoqlarini chiqaribdi-da, otamni 1 dinorgacha qarzini o'zim uzaman, lekin hozir borib zudlik bilan ko'minglar, rasm-rusmi bilan otamni obro'si bilan tuproqqa beringlar, iltimos deb yolvoribdi. Qizi tili taqinchoqlari bilan gaplarni qarzi bor odamga yetkazishgan ekan, odam yig'lab boribdi. Aytibdiki, mayitni mendan 1 tinam qarzi yo'q edi. Aksincha, men undan qarzdor edim. Lekin hozir meni qarzim bor deb aytsam,